Assalomu alaykum milliy sertifikatga topshirgan o'quvchilar. Bugun milliy sertifikat darajasidagi moslashtirish savollaridan bitta ko'rib o'tamiz. Siz milliy sertifikatdan kamida B+ yo A darajani mo'ljal qilgan bo'lsangiz, mana shu savollarga yechim bilishingiz kerak. Bu moslashtirish testi 33, 34, 35-savollar hisoblanadi. Demak, savol boshladik. Qani, birinchi rasmda yon yog'ining tomoni 6 cm ga teng bo'lgan ABC muntazam uchburchakdan iborat prizma tasvirlangan. Mana prizmani nazarda tutyapti. DY kesma asosga parallel. DY kesma asosga, ya'ni mana bu 6 ga parallel ekan. Asosda 6, asosga parallel va ikkinchi rasmda ushbu prizma tik qilingan. Mana bu ikkinchi rasm. Yaxshi. Savolni tushunib o'qishni o'zi ham bir muhimda, test ishlaguncha. DY deyapti, BC ga parallel BD. Mana bu BD mana. BD ikkita AD ga teng. Bu degani mana bu joy x bo'lsa, mana bu joy 2x bo'ladi. 2x. Mana shu yerdan boshlaymiz, qarang ijod. 2x ga x qo'shsak tomon 6 6 ga teng. 3x teng 6. X topib qo'yamiz. X teng 2. Demak, yuqoridagi kichkina uchburchakchani bitta tomoni nechi? 2. Bu tomon 2, bu yog'i ham 2, bu yog'i ham 2. Hamma tomon 2 ekan. Bu tomon 2 bo'lsa, bu tomon 2x nechi bo'ladi? 4 bo'ladimi? 4. Yaxshi, buni aniqladik. Birinchi rasmdagi suvning hajmini toping. Mana bu suvning hajmini topish uchun bu tomondan kuzatsangiz, qarang. Asos nechi? Asosi trapetsiya, teng yonli trapetsiya asos. Teng yonli trapetsiya asossak, asosni mana buni balandlik deb, asosni balandlikka ko'paytirsak, hajmi kelib chiqadi. Birinchisida V hajm, S asosni ko'paytiramiz 10 ga. Asos trapetsiya. Trapetsiya yuzini topib olaman mana bu yerga. Mana bu trapetsiya. Bu tomon 4, 4, tepa 2, past 6. Endi trapetsiyani topish uchun qarang. Mana bu holatda ajratsak, mana bu yer 2, 6 bo'lsa, mana bu joyni topish uchun bu yer ham 2 bo'ladi-da. 2, 2. Nima uchun desa, buni topishda o'z trapetsiyada xossasi bor-ku. Katta asosdan kichik asosda ayirib 2 ga bo'linadi. 2 bo'lyaptimi? Bu joy 2 bo'lsa, mana bu uchun Pifagor qo'llasam trapetsiya balandlik kelib chiqadi. H trapetsiyani kvadrati, balandlik kvadrat, 2 ning kvadrati bu 4 kvadrat. Bundan H trapetsiyani kvadratini topsangiz 12, H trapetsiya ildizosi 12, ya'ni 2 ildizosi 3. Trapetsiyani trapetsiya yuzasini hisobladik. Qanday hisoblaymiz? Yuqori asosga pastki asos qo'shamiz. 2 qo'shilgan 6 taqsim 2 ko'paygan 2 ildizosi 3. 2 bilan 2 ketdi. Jami teng 2 ga 6 qo'shsak 8 ildizosi 3. Bu trapetsiya yuzasi. Demak, mana bu asos yuzasi 2 ildizosi 3 ekan. Mana bu yerga 8 ildizosi 3 ekan hozir. 8 ildizosi 3 ni ko'paytiramiz 10 ga. Birinchi savol yechimi kelib chiqadi. 80 ildizosi 3 santimetr kub. Bu santimetr kubda so'ragan. Santimetr kub. Demak, moslashtiramiz. Javoblar ichidan 80 ildizosi 3 qaysi javobda bor? S javob. Demak, birinchisi 33-siga S javob moslashtirdik mana. S javob qoldi. 34. Ikkinchi rasmdagi suv balandligini toping. Mana bu suvning balandligini so'rayapti bizdan. Buni topish uchun endi buni asosiga e'tibor bering. ABC muntazam uchburchakda mana bu yerdagi. Tomon nechiga teng edi? 6. Shuni tikka qilib qo'ygan dedik-ku. Ikkinchisini qanday ishlaymiz? Mana bu yerga bitta ish qilamiz, qarang mana. Ikkinchisi, ya'ni 34 ishlaymiz biz. 34 ishlash uchun S asos topamiz. Asos uchburchak, kamiga muntazam. Ildiz 3 taqsim 4 ko'paygan 6 ning kvadrat. 36, 36 4 ga qisqarsa 9 ildizosi 3. Demak, S asosda H so'ralgan balandlik Hx deb qo'ya, balandlikka ko'paytirsak 80 ildizosi 3. O'sha suvda buni ichidagi suv buni ichida faqat tik qilib qo'yilgan. 80 ildizosi 3 ga teng. Bu yerga 9 ildizosi 3 ni qo'yamiz. Mana bu yerdan yozdim. 9 ildizosi 3 ko'paygan H x teng
80 ildiz osti 3. Ildiz osti 3 bilan ildiz osti 3 ketdi. Hx ni topadigan bo'lsak 80 taqsim 9. Tik turgan trapetsiyadagi suv balandligi 80 taqsim 9 bo'lgan santimetrda. Mana bu. 80 taqsim 9 bu 34-savol javob. Endi diqqat qilamiz. 80 taqsim 9 bormi? Y javob. Demak, ikkinchisiga qaysi javob bo'ldi? Ya'ni 34 ga Y javob bo'ldi. 35. A, D, Y uchburchakli prizmaga necha litr suv ketadi? A, mana bu A, D, Y. Demak, mana buni suvni mana qarang, trapetsiyada bo'sh turgan joyga qancha suv ketadi? Buni ham hajmini topishim kerak, kamida litrda. Buni hajmini topish uchun asos tomoni 2 ga teng bo'lgan muntazam uchburchak, balandligi 10. Topsak bo'ladimi? 35. 35 ni mana bu yerdan ishladim. 35 ni ham S asosi. S asos ildiz 3 taqsim 4 ko'paygan uchburchak tomoni 2 ni kvadrat. 2 ni kvadrat 4, 4 bilan 4 ketsa asos yuzasi ildiz 3. Demak, hajm S asosida balandlik 10 ga ko'paytirsak 10 ildiz osti 3, e'tibor bering, santimetr kubda chiqadi. Bizga litr degan. Qarang. 1 detsimetr kub bu 1 litr. 1 litr bu qancha santimetr kub bo'ladi? 1 detsimetr 10 santimetr bo'lsa 10 ni kubi 1000. 1000 santimetr kub. Santimetr kubdan litrga o'tish uchun mana buni 1000 ga bo'lishim kerak. 1000 ga bo'lsak ildiz 3 ni o'zi qoladi. 10 bilan qisqarsa 100. Ildiz 3 taqsim 10 litr. Mana shunday javob bormi? Ko'ramiz. Ildiz 3 taqsim 10 litr. Bu F. Mana moslashtirish testidan demak 35 ga javob ildiz 3 taqsim 100, ya'ni F javob bo'ldi. Siz mana shu holatda ishlayotgan bo'lsangiz, bu savolni to'g'ri ishlaysiz va o'zingiz ko'zlagan natijaga yetib borasiz. Ko'rib, o'rganib qo'ysangiz zarar qilmaydi. Barchaga omad, sertifikat topshirganlarga.